O'zbekistonda shunday konkurs o'tkazgandim. Konkurs deb bo'lmaydi-yu, hammayli. Har bitta yurishchiga o'tirdi. Ko'raylikchi nechta bo'libdi? 537 ta. Bu juda ham ko'p. Bunchalik bo'lishini kutmagandim. Xo'sh, kichik bir matematik hisob-kitoblardan so'ng bilishimiz mumkin. Men bugun 5370 ta portlatishim kerak. Ha, bu anchagina ko'p. Xo'sh, shunday ishga kirishdik. Hazillashyapman albatta. Bularni barini komanda bilan qilamiz. Yo'qsa 5000 tani qo'lga qo'yish haqiqiy dahshat. Shuning uchun biz komanda ishlatamiz. Yana aytib qo'yay, bu komanda faqat modlar bilan ishlaydi. Oddiy Minecraftda ishlamaydi. Xo'sh, men esa chatga hozirda o'zida S, T, N, T deb yozsam, bari tayyor bo'ladi. La'nati, nega bu yerda 5400 ta? Mayli to'g'rilaymiz. Xo'sh, endi qancha? 5900 ta. Mayli ko'p bo'lsa, lekin kam bo'lmasin. Endi shunchaki hammasini portlatish qoldi. 5900 ta, salkam 6000 ta edi. Umid qilamanki, kompyuteri portlab ketmaydi. Xo'sh, yondirgalkani olamiz. Mana bu va endi shunchaki buni portlatamiz. Va buni keyingi qismda qilamiz. 5000 ta laykdan so'ng hazillashyapman. Hozir qilamiz albatta. Xo'sh, qani yon yaramasdan endi qochdik. Endi shunchaki tomosha qilamiz. Xo'sh, qani hozircha hech narsa topmayapti. Hammasi yaxshi ishlayapti. Kompyuterim bemalol dosh berdi. Ha, 5000 ta unchalik ham ko'p emas. Lekin menda yana bitta g'oya bor. Endi bu videodan mana bu emotsiyadan qo'ying. Har bitta shunda stiker bitta TT degani. Ya'ni bu safar sizlar 10 mingta, hattoki 20 mingta ham qo'yishinglar mumkin. Chunki buni qo'yish mutlaqo tekin. Xo'sh, sizlar bilan xayrlashaman. Sog' omon bo'ling. Va portlagan kallacha